Assalomu alaykum, Greenwald mahsulotimiz hozir ulanish va kesish jarayonini ko'rsatib beradi. Xohlagan joyingizdan ulab kesishingiz mumkin. Bu hech qanaqa razmer talab qilmaydi. O'zingizni razmeringizga moslab kessangiz bo'ladi. Mana xohlagan joydan olyapti. Bu hozir ulanish va kesish jarayoni. Bitta simni ushlab olmadi. Mana shu simni belgilab oxirida zaborimizni qayrilgan joyi bo'ladi. O'sha joyini ochiladi. Ochilib bo'lganidan keyin xuddi boyaga boshida ochgan simni bitta sim faqat. Buni mana shunaqangi zigzag shaklida tortib chiqarib olinadi. Bu hozir ulanish, kesish jarayoni, ulanishi xuddi shunaqa bo'ladi. Mana Shukurbek ustamiz ko'rsatib beradi. O'rtasidan kesib olsam bo'ladi. Endi hammasi bu 2 metr uzunasi, uzunlik qiladigan bo'lsa, o'rtasidan simni kesib olsa ham bo'ladi. Kes. Mana bu seli 2 metrni chiqarib olyapti. Endi birinchi marta qilib nima qilganlarga kesib olishni maslahat beraman. Chunki men bu shaklni buzib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun o'rtasidan kesib, bittasini chiqarib, keyingisini narigi tarafga chiqarib olsa ham bo'ladi. Hozir specialistman hammasini o'zim chiqaraman deyapti. Mana xuddi shu shaklda chiqish shart bo'ladi. Bo'lmasa ulanishida qiyinchilik bo'ladi. O'zida chiqmaydi. Mana shunaqa kesiladi, joyingizga qarab. Mana olindi. Endi xuddi shu shaklda ulab ketaversa bo'ladi. Mana o'zini yo'li bor, aylantirib ketaverasiz. Mana shunaqangi shaklda ketadi. Va xuddi shunday ulanadi. Mana o'zida chiqadi.